Va hozir navbatdagi rezidentimizni sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Bu inson juda ham serqirra insonlardan biri hisoblanadi va aynan mana shu inson o'z navbatida bizni qadrdon akamiz Alisher Ostanov. Bitta gul rozi olishlar bilan qarshi olasiz. Marhamat. Hammaga rahmat. Hammaga salom. Men ismim Alisher Ostanov. Men o'zim blogerman. Balkim ko'rgandirsizlar. Bitta yagona odam menimcha Samarqandda tug'ilib, propiskasi Toshkentda bo'lib, shuncha yil davomida Samarqandda yashab kelayotgan odam bitta men bo'lsam kerak. Da, bechara. Men o'zimga o'zim rahim keladi shu narsalarga. Da, ko'rib turganingizdek, men sariq odamman. Oramizda sariq bolalar yo sariq qizlar bo'lsa, sizlar fishkalaringiz bor. Mana bu kishi sariq ekan. Sizlar fishkalaringiz bor. Sizlar jo'giga pul bermasdan qutulib qolishingiz mumkin. Nimaga bilasizlarmi? Bir kuni shunday bo'ldi, men ko'chada turibman. Bir jo'gi keldida pul bering deyapti. Men qarab o'tiribman basharasiga. Tushunyapman nima deyotganini. Prosta tushunmayotganga o'xshab qarab o'tiribman. Yana pul bering dedi. Cho'ti xochish dedim. Keyin menga qarab turibdi, aka rus ekan-ku dedi. Keyin nima qilyapti? Pul bering deyapti yana. Ya тебе не понял dedim. O'zi so'z boyligim shu, faqat danetdan boshqasini bilmayman o'zi. Agar hozir ruscha gapirib qo'yganda sharmanda bo'lardi u yerda. Lekin vaziyatdan chiqib ketdim. U aka rus ekan debdi, ketdi keyin. O'shaning uchun sariq qizlar, sariq bolalar, sizlar life hack pul bermasdan bemalol qutulib ketib olishingiz mumkin. Da, kim yoshligida onasidan kaltak yegan desam xato bo'ladi. Kim kaltak yemagan desam ham xato bo'ladi. Baribir hamma kaltak yeydi-da. Endi biz yoshligimizda sho'x bo'lganmiz. Onam shunday bir ish buyursa yo aytganini qilmasak yoki bir sho'xlik qilib bir narsani sindirib qo'yayotgan bo'lsak, shu kuchukda yurardilar. Sari padaringga limonad sani toza haqorat qilib, biz shu narsani ko'rib, uje hozirga o'rganib qolganmiz, uje qanaqaligini bilamiz onamizni. Hozirga kelib, nevaralarni, shu bolalarimni erkalab turib, "Voy jonim, krasavchik, voy, chiroyli gaplar gapiradilar-da. Men chekkada qarab turaman-da, "Ya, ishonma, bu hammasi tuzoq. Hozir bitta yomonlik qilsang ko'rasan sen hozir." Kimni sevgan qizi bor, kimni xotini bor, kim uylangan. Da, bitta maqtay chiqdi. Shu sizlarda ham shunaqami? Endi bitta qiz topdim desalaringiz, shu baxtim, shunga uylanaman, baxtli hayot kechiramiz, hali zo'r bo'ladi hammasi deb turgan paytingiz xotinlaringiz bilib qolaveradimi? Xotinim aytadi, sizga shuncha bolalaringiz bilan birga sizga qarayirib, siz meni katta o'g'lim deb qoldingiz deydi. O'g'limga esa hali katta bo'lsang, ko'p pul topsang deydi, seni deydi uylantiraman deydi. 30 ga oshdim-da. Shuncha pul topyapman, nima meni uylantirmayapti? Men o'zim hayronman-da shu narsaga. Da, yana hozirgi davr qizlari bilan bizning davrimizdagi qizlar farqi juda katta ekan. Bizning davrimizda masalan, sovchi bo'lib borgandan keyin qizlar misol uchun ota-onasi so'rab o'tirmasdi-da. Bola o'qiganmi institutda? Da, o'qigan. Armiyaga borganmi? Da, armiyaga borgan. Bo'ldi, demak, shu qiz seniki, uylanasan. Tamom. Shunday. Hozirgi kunga kelib red flaglar paydo bo'ldi. Red flag. Men o'zim tushunmayman red flag nimaligini. Aytishadiki, mahrga gelik bersa, oyiga $40,000 pul topish kerak, lekin unaqa bola yo'q. Da. Yana eng qizig'i bo'ylari uzun, qachok bir kelishgan, zo'r bo'lish kerak ular uchun. Lekin haligi gapirayotgan singilchani qarasangiz, o'zi kichkinagina bir maxluqotchiga o'xshaydi. Ular ham o'zini orzu havasi bor, bo'yi uzun, $40,000 pul topayotgan, gelik va padarka qila olayotgan yigit ham o'zi bo'yi uzun, model qizlar, bir chiroyli, bir aktrisalar yaxshi ko'radi ular ham. Kichkinagina maxluqotchani emasda lekin. Da. Endi meni hazillarim aslida o'g'il bolalar uchun-da, kim akasi bo'lsa bu narsani tushunadi. Akasi borlar. Mana Bobirni akaman dedi.
U yaxshiroq tushunadi. Akalar tushunmaydi uni, faqat ukalar tushunadi uni. Chunki meni ikkita akam bor. Oilani kichigi, qarisi kichigi. Ha, men ham shu farqim yo'q kichikdan. Da. Akalar shunaqa insonki, nima deydi, haligi ukasi u uchun живой mishokda. Tajriba quyonida. Nima agar o'xshamay qolayotgan bo'lsa, birinchi tajribani ukasida o'tkazib ko'radi. Agar tirik qoldimi, demak men ham qilsam bo'ladi-da. Shunaqa bo'ladiki, akalar zerikkan paytda uradi ukasini. Agar akalar shunchalik bahona topolmay qolgan taqdirda ham prosta profilaktika uchun urib qo'yadi-da. Prosta shunchaki profilaktika uchun uradi. Lekin akalarga ham qiyin. Sababi shuncha bahona topib ukasini urish bu o'zi emas, lekin qiyin masala. Lekin bizning davrimizda Olex degan, internet degan narsalar yo'q edi. Men shunga xursandman. Agar Olex degan narsa bo'lganda, hozir internetga qo'yib men sotib yuborgan bo'ladi akam. Kim ko'rdi o'shani reklamasini? Hali kunuzda chiqdi. Ukasini sotmoqchi bo'lganda, yana eng arzon narxga-da. Da. Ha. Yana bitta narsasi bor. Akalar shu nima deydi? 5 yoshdan to 15 yoshgacha ukasini laqabini aytib chaqiradi-da. Misol uchun, meni ismim Alisher, akamlar meni o'sha 15-14 yoshimgacha Kalish deb chaqirganda. Shunaqa. 15 yoshdan 25 yoshgacha u shunda ham ismingiz aytilmaydi. Ismingizni yarmi aytiladi. Alish deydi. 25 yoshga kirib odam bo'lasiz-ku. Ular sezadi-ku odam bo'lganingizni. Ana undan keyin Alisher bo'ladi. To ungacha shu laqablar ketadi-da polni. Da. Yana bir narsa, kim yoshligida Sega, Sony, Dendy degan narsalarni o'ynagan. Da, uni o'g'il bolalar ko'proq o'ynagan. Bizda shunaqa narsa bor edi, Segamiz bor edi, uni katta akam olgan. U narsani olgandan keyin bizga o'yin o'ynashga bermasdi-da, yashirib ketardi bir joyga ketsa ham-da. Uni biz shunday borib bir bola qilib topardik-da, o'sha narsani ishlatish uchun bir bola qilib topib, uni ichini shunday korobkasini ochsangiz, pulti qayerda turibdi, kasetasi qayerda turibdi, hammasini u o'sha paytda telefon bo'lmaganda tushirib olishga rasm qilib. U narsani chizib olardi. Eslab qolardi o'sha narsani. Kelgandan keyin shuni ochqadi. Bu o'ynagan buni. Qarochi keyin biz bilan janjal qilinish kerak. Xuddi shunaqa vaziyat, biz ham ana emas, akam bilan ikkovimiz ochdik, u narsani chiroyli qilib chizib oldik-da, o'ynadik. Eng qizig'i bizning uyimizda ikkita qo'yimiz bor. Biz qo'yga suvni berdik-da, ichkari kirib, shu o'yin bilan bo'lganimizdan keyin 3 soatlardan keyin 3 soat baradi u qo'y. Keyin ovoz chiqmay qoldi. Keyin akam aytdi, "Bor qara." Bo'ldi, tushdim. Shunday qarasam, ishonasizlarmi? Hayot sinovlariga bardosh bera olmasdan qo'y o'zini osgan. Bu yana haliga to'g'ri ana turbaga, bunaqa osilgan emas. To'g'ri turbaga qanday qilib o'zini osganini bilmayman. Da. O'zi aslida qo'y bo'yniga it tortib bo'lmasgan, biz bo'ylaganmiz-da. Da. Keyin shunday qarasam, qo'y o'zini osgan. Yonda ikkinchi qo'y oyoqlarini mana bunaqa chaqib olib, sigaret chaqib o'tiribdi. Tvar endi chiqasam o'zini osdi bu, ko'rmading, shu qo'lim bo'lsa o'zim ochardim dedi. Keyin men aytdim, uzr dedim, men bilganim yo'q dedim. Shuncha maradim deyapti. Odam bo'lsang chiqarding deyapti. Keyin kirdim ichkariga, akam yana o'ynab yotdi. Keyin aytdim, aka, qo'ydan ayrildik. Nima bo'ldi? Hayot sinovlariga bardosh bera olmasdan o'zini osdi bechara. Endi akam u qo'yni qanday tiriltirishdi emas, uydagilarga qanday javob berishni o'ylayapti. Keyin chiqqanimizdan keyin qo'y oldimizda turibdi, uydagilar kelgan, dadam so'rayapti, nima bo'ldi? Men akamga qarayapman, akam menga qarayapti. Sen kichkina ayt, seni urmaydi, kamroq uradi ursa ham. Keyin men aytaman, aka, siz hurmatingiz bor, siz mendan kattasiz. Ayting. Keyin oxiri san aytmanat bo'lgandan keyin qo'y shunday kallasini ko'tardi, amaki dedi, hayotga bardosh bera olmab sevgilim turmushga chiqib ketdi dedi, o'zim osdim majbur dedi. No. Mani kuchugim bor. Oralaringizda 2007-2008 da bormi?
Da. Ha siz qatori kuchugim bor-da. Ishonmaysiz. U hozir bor-ku, qanaqa kasallik bo'lsa, barisi unda bor-da. Beli grija bo'lgan, oyoq revmatizm bo'lib yotibdi, bo'yinni yaxshi qayra olmaydi. Shunchalar kasallik ko'pligidan u turib yura olmaydi. Bizlar ham uni olib borib taylayotganimiz yo'q. Nomardlik bo'ladi, shu 21 yil pashti bizni xizmatimizni qildi. Endi u uyda to'rida turadi-da, kimdir agar hovliga kirib kelayotgan bo'lsa, shunday bo'yinni shunday ba'zilarda ko'taradi-da, shunchalik uni ko'rsangiz rahmingiz keladiki, u odam u kuchugni ko'radi-ku, u kelib tishlaydi deb o'ylamaydi-da. U shunday qaragandan o'zi hurib boshlaydi. O'zi hurib boshlaydi-da, chunki rahmini shunchalar keltiradi. U boshqa variant ham yo'q-da. Agar ishqi ketib qolib bitta tishlay demoqchi bo'lsa, brat, 1 minut. Qarab oling. Ash kelayotganingizda ashida protezim bor. Protezni olib keyin bitta tishlamay ketasiz. Shuncha darajada-da. Shunaqa vaziyat bo'lganki, men kuchuklar o'zi aslida suyak yeydi. Oldiga boryapman, suyak taylayapman. Shunday kuchuk suyakka qaradi-da, shuni basharamga qaradi. Sen va men kuchukni o'ylayapsanmi? Uje men shokda. Men qaraman, bu suyakni yeyolmayman. Birinchidan protezim o'zi almashtirishim kerak, zubnaga borishim kerak. Ikkinchidan bu oshqozonga botadi. Menga normal suyuq bulyoncha olib kel, deyapti-da. Keyin da bo'ldi, borib sho'rvacha adel o'ziga pishirib beramiz-da. U adelning hurmati bor. U shunchalar dono bo'lib ketgan, u kuchuk, yoshi katta-da endi. O'zi kuchuk 20 yil yashaydi. U davno o'lish kerak edi. U hali ham o'lmayapti-da. Shogirdim shunday kiryapti. Uyga, hovliga shunday kiryapti, kuchuk tagida yotibdi, oyoq tagida. Aytayaptiki, "Tre" deyapti-da. Kuchuk shunday qarayapti, birinchidan deyapti. Kirgandan keyin salom berish kerak, assalomu alaykum deb. Ikkinchidan "Tre" emas, "Turing ey" bo'ladi. Bizda kuchuk shunaqa kuchukki, har juma kuni mahallamizdagi yosh bolalarni yig'adida tarbiyaviy soat o'tadi. Yosh kattalar ko'rsang, salom ber, odobnomada. Menda hammasi hozircha shu edi. Qarshingizda Alisher Ostonov bo'ldi. Hammaga rahmat.